Bir iflosni sevasan, u uchun joningni berasan, u uchun mehringni berasan, u uchun o'zingni hech nimadan ayamaysan. Bilasanmi? U uchun hamma narsaga tayyor turasan. Lekin uni qalbida, uni xayolida boshqa birov yuribdi. Uni xayolida boshqa inson aylanib yuribdi. Sani mehring, sani unga ajratadigan vaqting, sani ishqing, sani sevging u uchun bir kopeyka, u uchun pul muhim. Seni ishqing muhim emas. Hozirgi momentda pul katta rolni o'ynaydi. Sen shuning uchun o'zingni undan ayir, undan ozgina uzoqlash, undan ozgina o'zingni saqla. Bilasanmi? Nima uchun? O'zingni kelajaging uchun. Bu o'zingni foydangga. Undaqa ifloslardan uzoqlashasan, bir yaxshi insonni topasan. Bir yaxshi, seni qadringga yetadigan, seni hurmatingni qiladigan, seni boringga ko'naydigan insonni topasan. Bu hayot, bu muhim. O'sha hayotingda yaxshi insonlarga erish. Yaxshi insonni kut. O'sha insonni qalban orzu qil. O'sha insonga yetishasan. Buni ba'zi bir insonlarga jo'nat, o'sha insonni oldidan shu video chiqib qolsin. Bilasan, seni qadringga yetsin. O'zingni ehtiyot qil. İçimde bir şey kanıyor, keskin bir